Ekologiyani nima qilishimiz kerak? Asrashni o'rganishimiz kerak deb javob berishni boshlashimiz kerak deydi ustoz. Sizlar o'rta guruhga mayli qisman javob berganingiz uchun bir javob beramiz. Marhamat ustozlar. Marhamat. Tez faqat qisqa javob bering. Misol uchun bizdan javob bermang. Ma'lumotlar siz eslashingiz uchun yana berib o'tildi. Nimaga qaratilgan ekanligini bugun hozir biz ko'proq siz bilan PLS bo'yicha ishlaymiz, ko'proq PLS haqida bilimlarimizni mustahkamlaymiz, PLS topshiriqlarini ishlab chiqish asosiy hozirgi kunda vazifa bo'lib hisoblanadi. Endi siz yana ham chuqurroq o'rganib olishingiz uchun, ishlashingiz uchun ustozlar bugun Respublika ta'lim markazi tomonidan tashkil etilgan xalqaro tadqiqotlar bo'yicha o'sha tadqiqotlarni kuzatish, unga tayyorgarlik bosqichlarini tashkil etish jarayonlar bu Respublika ta'lim markazi tomonidan tashkil etilgan. Bolasi tagidan bir balandroq qog'oz bo'lsin. 5 barmog'i sig'adigan bo'lishi kerak. Kichik bilasiz, biz hamma ishimizni o'ng qo'limiz bilan boshlasak, o'ng qo'limizni qo'yamizda, kaftimizni, barmoqlarimizni chizib olamiz. Ism-sharifingizni albatta yozib qo'ying. Diqqat bitta jamlab olaylik. 5 yil davomida siz o'zingizni oldingizga qanday oliy maqsadlarni qo'yib olgansiz? Hozirgi kunda bilasiz, rejalar bor, istiqbolli rejalar. Siz o'zingizga 5 yillik qanaqa istiqbol rejani belgilab olgansiz? Istiqbol eng asosiy 5 ta rejangizni kiritasiz. Yordam berishim shart emas, tushunarlimi? Keyingisi o'quvchilarni faqat yangi metodlar orqali dars o'tishni, zamonaviy yondashuv orqali. Keyingisi, uchinchisida bitta xalqaro chempionim bor. Shu bilan yana shug'ullanib, endi biz jahonga chiqmoqchiman. Matematika. Hozir xalqarodamiz, Qozog'iston, Moskva yuribmiz. Endi biz bundan ham yuqoriga ko'tarish xohlayman. Ishlaganim yo'q. O'rta Osiyo bo'yicha endi xalqaroga chiqmoqchiman. Xalqarodan chiqdik. Moskvada, Qozog'istonda birinchi o'rinda olib keldik. Onlayn. Rag'batlantirib